Assalomu alaykum hurmatli YouTube a'zolari, Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizga yangi dizayn, yangicha uslub, yangicha o'zgarishlar bor. Zubr Monster 1105 mini traktorimizga yig'ib tayyor holatda keltirildi. Bemalol kilogrammlar optim narxlarda chiroyli qilib beramiz. Optimga ham, donaga ham ishlayveramiz. Kilogrammlar xo'p, qo'shimcha jihozlangan joylarida, qo'shimcha oldida mana oldiga jatkovchi absolyutni nasos qo'ydirganmiz zavodning o'zidan. Qo'shimcha dinamolari ham 100% ishlaydiganidan bo'ladi. Yonda pоворotli qo'shimcha faralar bor. Akkumulyatorlari 45 amperlik bo'ladi. Hop, bundan tashqari mana bemalol ko'raverasizlar, hamma joyi materiallari qalin materialdan ishlab chiqilgan. Mana bemalol mana ustiga chiqaman xohlovchilarga mana. Mana hech qanaqa sinib ketmaydi mana. Xohlasak mana bunga o'tamiz mana. Juda qalin va mustahkam metallarda ishlov berilgan. Bemalol kilogrammlar juda mustahkam, baquvvat qilib ishlab chiqarganmiz. Mana nima deyapti bu? Nima deyapti? Juda qalin. Hamma materiallar qalin ishlab chiqarilgan. Ramalari ham qalin qilib ishlangan. Qalin materiallarda, shivillarda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bundan tashqari mana rushli troslari bor. Hop. Hoppa. Mana. Xo'p, bundan tashqari qo'shimcha jihozlar juda ko'p qulayliklar, yangiliklar kiritganmiz. Mana nasoslar absolut oldingi partiyalarimizda nasos bo'lmasdi. Odamlarning o'zlari sotib olib, izlab, ichki yuk ketishardi. Bu xudo xolasa bu partiyalarimizga bunaqa variant bo'lmaydi. Sababi mana oldiga jatka uchun alohida nasos qo'shtirganmiz. Xo'p, kelgan tormozlari oldingilarniki tormozi yakka tormoz edi. Hozir biz alohida tormozlar qilganmiz. Mana yakka tormozlar bo'ladi mana. 1 2 mana alohida tormozlar bo'ladi. Bu partiyamizda juda vigitni juda qulayliklarga boy bo'lib kelgan. Mana rushni tormozlari ham bor, bemalol ishlaydi mana. Mana shu holatda ham mana ketaveradigan bo'lsa, mana hoppa, mana rushni tormozlar bunaqa hali traktorlarda ham yo'q. Faqat Yusuf Moto do'konida topasizlar bunaqa sifatli traktorlarda. Joyida ham bemalol qisqaroq joydan burilib oladi. Nasoslari ham oldingiga nisbatan razmerlari kattaroq nasos. Nasoslari kattaroq qilib chiqartirganmiz. Hisobi oldingilar sal kichkina, bu yoq deyishgani uchun. Xo'p, keyin mana insho baklari bu yoqda, silindrlari mana ikkitali silindr bo'ladi. Alohida jatkaga, alohida nima freza plyular uchun. Hammasi mana dalji mana bu frezani zashliklari ham juda qalin, mustahkamdan qilingan. Mana hozir ko'rdilaringiz. Bemalol hammasiga chiqib sakrab yursa bo'ladi mana. Xohlasak sakraymiz mana bunaqa qilib. Hech narsa qilmaydi mana. Mana qiyshayib ham ketmaydi. Sinib ham ketmaydi. Balonlari, oldi balonlari 500 ga 12 balon bo'ladi, orqalari 6,5 ga 16 balon. Balonlarning sifatlari baqot, sifatlari yaxshisidan zakaz qilganmiz. Kirlarimizni maza qilib minishsin deb. Necha baho qo'yamiz bunga akalar? Necha baho qo'yamiz? Qarang, vobshe mashina ajoyib tarzda turibdi. Eng glavni joyi buni
Oldida nasos bor. Nasos izlab yurmaysiz. Nasosni ham 300 ming, 400 mingga sotib olasiz. Shlankalarni ham 300 ming, 400 mingga sotib olasiz. Ulaysiz. Qala kengroq joydan burilib balonlarni yeb tashlar edi. Bunda esa unaqa narsa yo'q. Qisqaroq joydan buriladi. Oldida nasoslar bor. Rushnoy tormozlar bor. Oyoqdagi tormozlar ham alohida yakka tormoz. Komplektida frizasi, ikki korpus pligi bo'ladi. 100 moto do'koniga kelaverasizlar. Optimga ham savdo qilamiz, donaga ham savdo qilamiz. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz.